Jumlangiz aylang duo, jannatga joy bersin Xudo. Jumlangiz aylang duo, jannatga joy bersin Xudo. Bul ajalning sharbati ichgan kishi bo'ldi fano. Zan bilan farzandlaring boshingga qilgan ohuvo. Murda shu suvga olib qilsa kafan va hasrato. Taxti tobut mindirib qilsa janozangni ado. Bul ajalning sharbati ichgan kishi bo'ldi fano. Zan bilan farzandlaring boshingga qilgan ohuvo. Murda shu suvga olib qilsa kafan va hasrato. Taxti tobut mindirib qilsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عزيز برادرlar, Qur'oni Karimni o'qimoqqa bizga farz bo'lgan. Qur'oni Karim o'qimoq kerak, tilovat qilmoq kerak. Varattilil Qur'ana tartila. Qur'onning tartil qilinglar, o'qinglar. 30 pora Qur'oni Karimga 15 bor sajda-i tilovat keladi. Sajda-i tilovat nima narsa? Sajda-i tilovat nimadir? Sajda-i tilovatning borasida ulamolar ixtilof qilgan. Jumhur ulamoning hukmi, ya'ni sajda-i tilovatning hukmi sunnat deganlar. Jumhur ulamo sunnat deganlar. Ahnoflar, Hanafi mazhabdagilar sajda-i tilovatga vojib hukmini berganlar. Sajda-i tilovatning qilmoq uchun Qur'on o'qimoq kerak va yoki namoz holatida imom sajda-i tilovat bor joyidan o'qisa, imom bilan sajda-i tilovatning ado qilmoq kerak. Xayr, endi bu sajda-i tilovat qandoq ado bo'ladi? Va nima unga o'qiladi va nima fazilati bor? Sajda-i tilovat faqat sajda qilmoq, qandoqki namozga sajda qilamiz, o'shandoq sajda qilmoq. Va lekin bu sajdaga salom bermoq kerak emas. Sajda qilganiga Allohu akbar deb sajda qilib va sajdadan turgan holatiga ham Allohu akbar deb turib. Chunki Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam har bir sajdaga yotib turganlariga takbir aytaydilar. Sajda-i tilovatga nima narsa o'qimoq kerak? Hazrati Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam sajda-i tilovat qilganlariga bu duoni o'qiganlar. Sajada wajhiya lillazi khalaqa. Sajada wajhiya lillazi khalaqa. Wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وهم بدعا يمخذ الله اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا
وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وأجر bu ikki duo ki zikr bo'lgan, agar buni o'qiy olmasa, ayta olmasa, hech biron nimasi yo'q. Subhana robbiyal a'la, nimaki namoz sajdada o'qiydi, ashuni ham o'qisa bo'ladi. Va lekin sajda tilovatning qilmog'i afzal, yaxshi. Ba'zi ulamolar aytadiki, agar ba'zi vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham bu sajdani qilmaganlar, kimiki qilsa savob oladi va kimiki qilmasa gunoh yo'q. Va lekin qilsa yaxshi bo'ladi. Sajdani Qur'onni o'qiyotgan vaqtda sajda oyati kelgan holatiga sajdasini qilib olish kerak. Bu sajdaning endi fazilati nima? Bu sajda tilovatning fazilati Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: agar bani odam Qur'on o'qisa va sajda qilsa, ya'ni sajda tilovat qilganiga sajda qilsa, shayton bir burchakka borib g'am qilib yig'laydi. Shu Qur'on o'qiyotgan vaqtda sajda tilovat kimiki qilsa, shu sajda qilganini shayton ko'rib bir burchakka borib g'am qilib yig'laykan, ya vayli deykan, hasrat qilib yig'laykan. Va aytaykan, bani odamga sajda buyurildi, sajda qildi, unga jannat ato bo'ldi, jannat ravo bo'ldi. Va menga amri sajda bo'ldi, sajda qilmadim, menga do'zax berildi. Ya'ni shayton aytaykanki, bani odamga amri sajda bo'ldi, sajda qildi, unga jannat ato bo'ldi, ravo bo'ldi. Va menga amr bo'ldiki sajda qilgin, sajda qilmadim, menga do'zax berildi. Asalullohal azim Robbal arshil karim an yaj'alana wa iyyakum fi jannatihi. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka 'aysha as-su'ada wa mawta ash-shuhada wa murafaqata al-anbiya والنصر على الأعداء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.